Assalomu alaykum jigarlarim. Yaxshimisizlar? Xo'p, meni Instagramda kuzatib borayotganlar biladi. Qisqa video qo'yaman. Mashinani to'liq tanishtirmayman. To'liq tanishtirishim uchun menga YouTube kerak bo'ladi. YouTube'da yotib olib tanishtirsak bo'ladi mashinani. Mashinamiz BYD Chin L yili 2025 12-oy. Eng fulli mashinani 545 kilometr elektrda yuradigan pozitsiyasi bo'ladi. Buni 3 ta pozitsiyasi bor BYD Chin L'ni. Birinchi pozitsiyasi 470 kilometr elektrda yuradi, 150 ot kuchi bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi pozitsiyasi 545 kilometr yuradi, 218 ot kuchi bo'ladi. Nimalarda farq bo'lishi mumkin 2 bilan 3 ni almashtirish tanib olishingizda. Birinchi o'rinda eng osoni tanib olishingizni bitta fishkasini aytaman. 17 diska bo'ladi ikkinchi pozitsiyasi. Eng full mana bunaqa diska bilan 18 diska bo'ladi. Farqini mana shu diskadan tashqi tomondan bilib olsangiz bo'ladi. Mashinamiz hozircha oq rangi mavjud. Bundan boshqa ranglari yo'q. Qora salon. Bitta tashqi qismidan sizlarni tanishtiraman hozir. Mashinamizda uchta tepasida ADS kamerasi bor, pastda bitta video registrator kamerasi turibdi. Mana ko'ryapsizlar. Tepasida 3 ta, pastda bitta bo'ladi. Bundan tashqari yon tomonlarda kamera, bakoylarda kamera, smart mashina bo'ladi. Avtopilot, avtoparkovkasi ham bor. Mashinamiz o'zi yura oladi, robotga o'xshab yo'lda, shopir kerak emas. Faqat bu Xitoyda yurishingiz mumkin. O'zbekistonda bu hozircha ishlamaydi. Buni avtoparkovkasi O'zbekistonda ishlaydi, bemalol ishlatasiz. O'zi qo'yib beradi, joylashtirib, bu ayollar uchun anchagina yaxshi. Mashina tashqi ko'rinishi xuddi mana shunaqa. Tepasida panoramasi bor, luki ham bor mashinada. Bundan tashqari nimalar bo'lishi mumkin? Bez ключовой dostuplari bo'ladi. Kalit yoningizda bo'lsa, bemalol bitta bosib o'tsangiz bo'ladi mashinani. Yoki uydan turib zavod qilib qo'ysangiz bo'ladi. Qishda isitib, yozda sovutib beradi salonni ichini. Orqasi Xanjega o'xshab ketadi ozgina. Ko'p ham o'xshamaydi-yu, ozgina o'xshab beradi. 12 ta parkirniklar bor, 12 tacha kamerasi bor mashinada. Undan tashqari yana tashqi tomonda silvoy zonalari ham bor. 2 ta bakoyda. Mashina kelsa ogohlantirib beradi sizni. Tashqi ko'rinish ko'rdingizlar. Yana nima deymiz? Avtotarmojeniyasi bor ekan mashinada, mana bu joyda. O'zi to'xtab beradi. Endi bitta ichki qismiga o'tamiz. Orqasidan tanishtiraymi, bagajdan tanishtiraymi? Bagajdan tanishtiraman bo'lsa. Xo'p, mashinamiz kelasi orqasiga bitta bosib qo'ysangiz, knopkada ochib beradi. Zaryadchiklari 2 ta 1.5 kW bilan 7 kWlik, undan tashqari power bank qilib ishlatsangiz bo'ladi mashinani o'zini. Poliklari pastda yana kley balobattarlari turibdi. Bagaji 560 litrlik bagaji bor mashinada. Orqasiga o'tadigan bo'lsak endi. Orqamiz eshigimiz 90 gradus ochilmaydi-yu, bir 70 gradus ochilsa kerak. Mana bu joy charmdan yumshoq. Bu ham charmdan yumshoq, charm yumshoq tikilgan. Mana plastmassa ekan. Bu yumshoq plastmassa. Kalonkachasi eshik ochadigan, bitta bosib qo'ysangiz o'zi ochib beradi. Yoki bitta ko'tarib qo'ysangiz o'zi yopib beradi. Pastida kalonka plus bu plastmassa. Oddiy. Mashinamiz o'rtasida bitta bar bor ekan. Ham qo'l qo'yib ketsangiz bo'ladi bunga. Ham stakanchilarni qo'yib ketsangiz bo'ladi. Yumshoq buni o'zi. Yumshog'idan. Qo'l o'qitmaydi. Bitta yopib qo'yamiz. Mashinani o'zi perforatsiyali ekan. O'rindig'i, sirenasi perforatsiyali. Bu terlab ketmaydi. Oyoqlaringiz belam xuddi shunaqa perforatsiyali, terlab ketishi qiyin. Uni bitta yotqizadigan bo'lsak, bagaj ochiladi orqada. Kattagina bagaj qilib buni ishlatsak bo'ladi mashinani. Bitta zo'r tarafi bor ekan. Mana bu joyda remenni qo'yadigan qo'yibdi. Chiqib ketmaydi bu buzilib. Zo'r bu, chotki. Orqa tomonimizni ko'rdingiz. O'rtasida Type-C zaryadchik, USB zaryadchiklari bor.
konditsioneri orqasidan ishlab beradi. O'tirib turadigan bo'lsak, mana shuni o'zida yaxshi tizza tegmayapti. Mashina mana shunaqa ko'rinish orqasida. Tepasi mana joylari sensorli. Yaxshiroq yondi. O'chib berdi. Hozir eshik yopsak o'chadi bu. Bu shunaqa. Kelamiz. Mashinaga bitta o'tiramiz. O'tirganda birinchi tushadigan narsa ko'zimiz tablo. Tablosida xaritasi chiqib turibdi, bu Xitoy xaritasi lekin. O'zbekistonniki emas. Adashtirmanglar. Rul, signal, multirul bo'ladi. O'sha BYDda nimalar bo'lsa, smartlarda xuddi o'shanaqa narsa. Avtopilot, avtoparkovka, adaptivniy cruise control mashinada. Adaptivniy deganda bu oldingizdagi mashina sekinlashsa, bu ham sekinlashib beradi. Tezlashsa 100 ga chiqib ketadigan bo'lsa, 70 ga qo'ygan bo'lsangiz buni 70 gacha chiqarib beradi tezligini. Bu tomonlarda oynalarni mahkamlaydigan, eshigi mahkamlab ochadigan, bachoylarni to'g'irlaydigan, yopib ochadiganlari ham bor ekan. Undan tashqari mashinada tepasida, oldida head-up display bor. Head-up display ishlab beradi. Mana yaqinlashtirsak, mana oldida turibdi. Pavorotniklarini, boshqa narsalarni ko'rsatib beradi. Ekrani 15.6 dyumli ekran. Bu ishlatadigan bo'lsangiz, Champion'ni o'shanga qo'yilgan ekranlardan bittasi. Champion mana bunaqa silaylar, mana shularga qo'yilgan ekrani xuddi o'zidan kattaligi ham, ishlashi ham zo'r. Bu qotmaydigan bo'lib, yaxshi bo'lib chiqqan, faqat burilmaydi. Mana bunaqasi bo'lib. Programmalar urib beriladi, hammasi. Registratsiya ham qilib beriladi. Kelasiz, kredit bo'lsa kredit, nasiya bo'lsa nasiya. Xohlasangiz nima deydi? Naqd pulga ham olib ketsangiz bo'ladi. Pul ko'chirish ham bor bizada. YouTube hamma programmalar bor mashinada. O'rta bariga keladigan bo'lsak, mana bu joy yumshoq bo'lgan hisobiga telefon qirilmaydi. Mana bu joyda telefonni ham yo'lashgan. Bu tomonda 50 vatli bistri zaryadka besprovодной sovutib ham beradi mashinani mana shu joyga. Sovuq havo haydab. Bu tomoni prosta takka qo'yilgan oynacha. Kalonkasi bor ekan mana bu joyda. Bu oynacha, bu ochib qo'yadigan, bu tepa lukni ochadigan, tepasida luki bor mashinani. Ochib beradi katta qilib. Yana nimalar bor? Xolodilnik bor. Bu xolodilnik mana qo'l yarimgacha ketdi. Buni qanday ishlash mumkin, qarang. Bitta bosib qo'yasiz. Xolodilnik ishladi. Bitta bosib qo'ysangiz, mikrovalnovka ishladi. Ko'rdingizmi? 50 gradusgacha chiqarib berdi. Bizga shart mana shunaqa 50, eng kami 35 ekan. Keyin bitta bossangiz yana xolodilnik bo'ladi. Bosib turasiz. O'chdi. Qanaqadir vibratsiya berib o'chadi. Bu qo'lingizda seziladi. Mashinani o'zida bitta kalit bo'ladi, bitta NFC karta beramiz. Hamma mashinamizda bizdan oladiganlar bo'lsa, BYD Chin L bo'ladimi, C-Line bo'ladimi, mana bu Immotors bo'ladimi, biz hammasini NFC kartasi bilan beramiz. Kalit plus NFC karta. Ikkita bo'ladi sizda. Yana bitta narsani aytib ketish esdan chiqibdi. Mana hozir oldiga uradigan bo'lsak, mashinada lidar bor. Lidar ishlab beradi yurganda. Undan tashqari mana hozir qarab turing. Mana shu bachoy oyna zadniga uraman. Ko'rdingizmi? Oldiga urdim. To'g'rilandi. Mana. Zadniga urdim, kamera yondi, u pasaydi. Oldiga urdim. Tepaga chiqdi. Bu yurishda, orqaga yurishda anchagina yaxshi. Balonni ko'rib turasiz, orqa balonni. Qayoqqa bordi? Ariqcha do'ngchilardan o'tishda. Bu ancha yaxshi bo'ladi ayollarimizga. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, hozircha 25.500. Buni ichida
Bizda qo'shimcha xizmatlarimiz ham bo'ladi. Programmalar urib qo'yilgan bo'ladi. Tonirovka, undan tashqari nimasi bo'ladi? Rustigatsiya qilingan bo'ladi mashina. Juda yaxshi mashina. Lekin 5-9 sekundda 100 ga chiqadigan mashina. Oldida bagajnikchasi bor, 65 litrli bagajnik, kichkinagina Ferrari'da bo'ladigan bagajnik bo'ladi-ku, old kapotda xuddi o'shanaqa bu. Pastda raqam qoldiraman. Aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa chiroyli narxda qilib beramiz. Hamma to'lovlarimiz bor, pul ko'chirish, kredit, nasiya, naqd. Bank bo'lsa 25% dan boshlanishi, 22.9% dan boshlab yillik 25% gacha yillikka ko'tariladi. Raqam qoldiraman, mana shunga aloqaga chiqinglar. Bafurja gaplashamiz atrofda.